Yurtdoshlar, sizlarga yanada zo'r dam olib o'tirgani, og'aynilar bilan toqqa chiqaman deganlar bo'lsa, mana akamiz o'zlari Ko'ksaroyda manzil, Vodiy Perevalda ketishda, Vodiyga qarab, Vodiy Toshkent yo'nalishida Ko'ksaroy masjidi yonida, o'sha yerda qishloqda mana shu akamiz o'zlari qilibdilar. Yangi sveja, hali bir kishi endi yotib dam olib ketibdi. Cho'milishga basseynlari ham bor, tabiiy basseyn mana. Ha, bu erkaklar cho'milgani, ichkariroqda ayollar cho'milgani, sharsharalari bilan mana shu tog'lar orasidan tepasidan tushib kelgan suv bor sharshara bilan. Manzara o'ta zo'r, manzara. O'sha yerda cho'milib, mazza qilib, tabiiy mana. Suv u yoqdan oqib tushadi, bu yoqdan ketilaveradi. Ichsa bo'ladigan zo'r suv, baliqlari bor, baliq ushlab, anaqa qilib o'tirsalaring bo'ladi. Aka, telefon nomeringiz nechilik? 94lik 409 86 00. 409 86 00 94lik. Aloqaga chiqasizlar. Dam olgan kelaman desalaring bir 6 tami 8 ta kravat qildingiz mana shunaqa. Bu necha kishilik bu? 10 kishigacha bo'ladi. 10 kishigacha bo'ladi, ha? Bo'ldi. Aloqaga chiqib kelaverasizlar, gazini bosinglar.